Assalomu alaykum klubnikalarim va nihoyat mana 3-darsga ham keldik. Juda ko'p kuttirib qo'ymadim degan umiddaman. Oldingi dvijeniyalarni juda ham murakkab tarzda shug'ullanib o'rgandinglar degan umiddaman. Sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Agar sizga bu video endi ko'rinayotgan bo'lsa, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Oldingi darslarimni ham ko'rib qo'ying. Menga obuna bo'lgan klubnikalarim, shu videomga like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Klubnikalarim, arabcha raqs bilan shug'ullanishdan oldin biz tanamizni qizdirib olishimiz kerak. Nima uchun? Tanamiz qizigan holda gibkiligi oshadi, ya'ni egiluvchan bo'ladi. Siz dvijeniyalarıngiz ko'proq o'xshaydi. O'shaning uchun men sizlarga arabcha raqs shug'ullanishdan oldin ozgina mashq qilishni o'rgatib ketaman. Обязательно qilinglar. Ras, qo'llarimizni tepaga ko'tardik. Oyoqlarimiz yelka kengligida turadi. Ko'kraklarimiz ochiq. Qo'llarimiz orqada turishi kerak. Nima uchun? Mana bunaqa qilib orqada turganimizda bizani bukchayishimizga yo'l qo'ymaydi. Ko'kraklarimiz tepada bo'lib turishi kerak. Vot. Xuddi shu holatda turib oldik va bo'ksalarimiz qimirlatmagan holda faqat bel qismimiz qayriladi. Vot, egiladi. Xuddi shu holatda egilishingiz kerak. Mabodo sizga bunchalik pastga egilish o'xshamayotgan bo'lsa, hech qanaqa buni zarari yo'q. Sekin-sekin sizni egiluvchanligingiz oshib, keyin yanada pastroq egilasiz. Xo'p. Agar siz shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, 10 tadan har bir tarafga 20 ta. Agar endi boshlagan bo'lsangiz, 5 tadan yetadi. Xuddi shu holatda turamiz. Qo'llarimiz bilan oldiga bukchaymagan holda bo'lish kerak bu ham. Men sizga hozir ko'rsataman. Vot, xuddi shu holatda turamiz. Turganimizda bizani mana bellarimiz kirgan holatda turadi. Xuddi bellarimiz xuddi shu holatda buklanishi kerak. Po'palarimiz orqaga, ko'kraklarimiz pastga, qo'llarimiz oldiga cho'ziladi. Vot. Mana shu holatda. Mana bunaqa turishingiz kerak emas. Vot. Ya'ni ko'rdingiz, tovonimdan po'pam orqaga ketdi. Ana. Ras, oldiga cho'zildik. Xuddi qo'limizdan kimdir tortayotgandek cho'zilamiz. Xuddi shu holatda o'ngga. Hop. Chapga. Hop. Ras, qo'llarimizni bukladik. Shoras. O'ngga. Oldiga qaraymiz. Chapga. Xuddi shu turgan holatda sekin pastga tushamiz. Mana shuni 5-6 martadan qaytarasizlar. Sizlarning belinglar, qo'linglar, позвоночнигinglar mana shu holatda elastichliginglar oshib boradi. Ya'ni biz arabcha raqsga tushganimizda biz har xil harakatlarni bemalol bajara olamiz. Klubnikalarim, kuzatib boring. Keyingi videolarga ham boshqa razminkalarni sekin-sekin qo'shib boramiz. Xo'sh, klubnikalarim, bo'lmasam boshlaymiz. Biz основном taz bilan hozir dvijeniyalarni o'rganyapmiz. Ya'ni harakatlarni. Oldin murakkab taz bilan raqsga tushishni o'rganib olamiz, keyin ko'krak qismimizga o'tamiz. Bugun 8 o'rganamiz. Bu ozgina qiyinroq, lekin ko'rinishidan juda ham oddiy ko'rinadi. Mana o'zingiz ham hozir o'rgatganimda bajarib ko'rsangiz, qanaqa murakkabligini bilasiz. Ko'rinish bo'yicha tashqaridan qaraganda juda ham oson ko'rinadi, lekin bu juda ham murakkab. Bu uchun bizani tazlarimiz juda ham gibki, juda ham elastikni bo'lishi kerak. Yumshoq harakat qilishimiz kerak. Agar siz badaningizni qotirib olsangiz, bu dvijeniya umuman o'xshamaydi. Biz tanamizni yumshoq qo'yib yorib, o'z holida, muvozanatni ushlagan holda yumshoq harakat qilishimiz kerak.
Mana shuni esingizdan chiqarmang. Oyoqlarimizni ham, bo'ksa qismimizni ham qotirib olmaymiz. Qattiq qilib ushlab olmaysiz. Yengil harakat qilishimiz kerak. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Tak, oyoqlarimizni birlashtirib turib oldik. Ozgina tizzalarimizni bukib oldik. Har doimgidek bu hech qachon esingizdan chiqmasin. Arab raqsida asosan bo'ksani qimirlatish uchun tizzalarimiz bukilgan holatda bo'ladi. Nimaga desangiz, biz bo'ksani tizzalarimiz evaziga ishlatamiz. Ya'ni agar tikka holatda ishlatsak, biz likillaymiz. Buni oldingi videolarimda ham aytib ketganman, yana sizlarga eslatma bo'lsin. O'shaning uchun biz faqat bo'ksalarimiz chiroyli chiqishi uchun ozgina tizzalarimizni bukib oldik. Bo'l. Yumshoq qilib qo'yib oldik. 10 bo'ksamizdan boshlaymiz. Ras, bo'ksamizni tepaga ko'tardik, yonga olib chiqdik. Hop, joyiga tushdi. Yana bir marta qaytaraman. Bo'ksamizni ras, tepaga ko'tardik, yonga olib chiqdik, joyiga tushdi. Mana shu harakatni qilayotganingizda, ya'ni oyoqlaringiz bo'lishi kerak emas. Ya'ni oyoqlarimizni orasi mana bunaqa qilib ochilishi kerak emas. Bu juda ham xunuk ko'rinadi. Bizi arabcha raqs jozibali, latofatli raqs bo'lgani uchun biz uni shunaqa nejniy o'ynashimiz kerak. Qancha nejniy o'ynasak, shuncha raqsimiz jozibali chiqadi. Mana men sizga hozir ko'rsataman farqini. Bu turib oldik. Qarang, oyoqlarimni ochib o'ynaganimda ko'ryapsizmi, qanaqa xunuk. Oyoqlarimizni yopib oldik, tizzalarimizni bukib oldik. Bo'ksani ras tepaga ko'tardik. Ya'ni bo'ksani emas. Mana bu bo'ksa suyagimizni, mana shu suyagimizni ras tepaga ko'tardik, yonga, hop joyiga. Ras tepaga ko'tardik, yonga, hop joyiga. Ishoras. Ras tepaga ko'tardik, yonga, hop joyiga. Ko'tardik, yonga, hop joyiga. Qizlarjonlar, agar sizlarga meni o'rgatishim yoqayotgan bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib ketinglar. Boshqa dugonanglarga ham tavsiya qilasizlar degan umiddaman. Xo'sh, davom ettiramiz. Bo'ksalarimiz yumshoq bo'sh turadi. Xuddi shuni qaytaraverganingizdan keyin mana bizda mana bu holat yuzaga kelishi kerak. Ya'ni agar biz bo'ksalarimizni bukmasdan qilsak bo'ladi. Tushundinglar-a? Vot, ozgina bo'ksalarimizni, ozgina tizzalarimizni bukib oldik, yelkalarimizni qo'yib oldik. Yelkalarimiz har doimgidek o'zini tochkasida turadi. Tepa pastga tushib chiqish kerak emas. Mana bu harakatni qilganimizda, ya'ni bo'lib chiqish kerak emas. Vot, yelkalarimiz joyida, tizzalarni bukib oldik, qo'llarimizni chiroyli qilib ochib oldik. Hamma oyoqlarimizni, bo'ksalarimizni bo'sh holatda tutib turibmiz. Ras, 2, 3, 4. Ras, 2, 3, 4. Bu holatda o'zingiz fantaziyalaringizni ishlatib, har xil o'ynashingiz mumkin. Vot, misol uchun, ras, sochlarimizni yig'dik. Siz partnyoringizni ko'ziga qarab turibsiz. Boshladik. Xo'p, klubnikalarim, bu juda ham murakkab. Hech kimda bittada o'xshamaydi. Даже 3-4 kunda ham o'xshamasligi mumkin, lekin men sizlarga ishonaman. Обязательно shu videoga kommentariya like bosinglar. Sizlarning kommentariya laykinglar keyingi videolarning tez chiqishiga va menga motivatsiya bo'ladi. Agar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.